Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun sizlarga ro'y tushkunlik, ya'ni xomushlik kasali to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlamoqchi. Bu leksiyaning maqsadi shu ro'y tushkunlik yoki xomushlik kasali to'g'risida qisqacha bir savodga ega bo'lish va shu orqali o'zimizga baho berish. Ya'ni agarda o'zimizda shundoq bir alomatlar bo'lib qolsa, buningga qandaq yuzlanish va uni qandaq bir taraf qilish to'g'risida ko'ngilda bir son bo'lish. Ro'y tushkunlik yolg'iz ko'ngli yerim bo'lish emas. Hamma odamda anda-munda ko'ngli yerim yoki hech ishga qiziqmaydigan ahvollar bo'ladi. Ammo tushkunlik buningdan xilli ig'ir ahvol bo'lib, u uzun mezgil g'am, qayg'u va kundalik faoliyatlarga bo'lgan qiziqishni yo'qotish bilan ifodalanadigan kayfiyat qalaymaqonchiligidir. Agar bu alomatlar kam deganda 2 hafta davomlashsa, u tushkunlik hisoblanadi. Undaqda inson ro'y tushkunlikka giribtor bo'lganda qandaq kasal alomatlari ko'rildi. Ro'y tushkunlikka giribtor bo'lgan insonlarda tuvandagidek alomatlar ko'rildi. Birinchisi davomli ko'ngli yerim bo'lish. Qayg'urish, beorom bo'lish. Ikkinchisi ümidsizlik, kelgusiga bo'lgan ishonchni yo'qotish. Uchinchisi ilgari huzurlanadigan ko'ngil ichish faoliyatlari va ish harakatlarga bo'lgan qiziqishni yo'qotish. Harakat va inkas ostilab ketish. To'rtinchisi davomli horg'inlik va mag'dursiz his qilish. Beshinchisi kayfiyati turoqsiz bo'lish, davomli ko'z yoshi qilish. Oltinchisi oson ochiqlanish, mijozi tarso bo'lish. Yettinchisi o'z-o'zini inkor qilish, o'zini yaramas va gunohkor hisoblash. Sakkizinchisi boshqalar bilan aralashmaslik, jamoatdan o'zini qochirish. To'qqizinchisi uxlay olmaslik, uyqu qalaymaqonlashish yoki uxlash tez bo'lish. O'ninchisi tafakkur qilish, qalaymaqon bo'lish va ostilab ketish. 11-si esda tutish, zehnini yig'ish, qaror chiqarish tez bo'lish. 12-si ishtahasi qalaymaqon bo'lish, ig'irligida o'zgarish bo'lish. 13-si o'zini o'ltirib olish, istikida bo'lish. 14-si bosh, oshqozon, bel og'rish qatorliq fizikalik alomatlar. Undaqda insonlar zodi nima sababdan ro'y tushkunlik kasaliga giribtor bo'ladi degan vaqtida insonlarningki ro'y tushkunlik kasaliga giribtor bo'lishningki sabablari texi aniq emas. Ro'y tushkunlik ko'p xil omillar bilan munosabatli bo'lib, ularning ichida tuvandagi omillar insonlarningki ro'y tushkunlik kasaliga giribtor bo'lish ehtimolini oshirishi mumkin. Birinchisi irsiy omillar yoki oila tarixi. Ya'ni oilada burun tushkunlik kasaliga giribtor bo'lganlar bo'lsa, bundaq oiladagi keyingi avlodlarningki shundaq kasalga giribtor bo'lish ehtimolligi yuqorilaydi. Ikkinchisi cho'ng miya va nerv omillari. Ya'ni miya zaxmlangan vaqtida, miyada ba'zi kasalliklar paydo bo'lgan vaqtida bularmi insonlarningki shu ro'y tushkunlik kasaliga giribtor bo'lish ehtimolini yuqorilatadi. Uchinchisi ba'zi jismoniy kasalliklar. To'rtinchisi zarlik chekimlik va aroq. Ya'ni zarlik chekimlik va aroqni qalaymaqon ishlatish, uzun muddat yuqori miqdorda ishlatish va yoki bu aroq va zarlik aroq va zarlik chekimliklarni tashlagan vaqtida kelib chiqadigan andishalar tufaylidan bu insonlar ro'y tushkunlikka giribtor bo'lishi mumkin. Beshinchisi muhit omili va ijtimoiy omillar. Ro'y tushkunlikka ta'sir ko'rsatadigan omillar, ya'ni insonlarningki ro'y tushkunlikka giribtor bo'lishiga belgilik ta'sir ko'rsatadigan omillar. Birinchisi o'zini to'van ko'rish, boshqalarga
bek tayinivilish, o'zini ayblash va umidsizlik qatorliq ba'zi mijoz xarakterdagi insonlar. İkincisi jismoniy va jinsiy parakandachilik, oilada yuz bergan o'lamlik va iqtisodiy masala qatorliq jiroat yoki bisimliq ishlar. Uchinchisi hamjinslik, jinsiy ojizlik va yoki jinsiy a'zoning normal yetishmaslik sababidan er-ayol munosabati inoq bo'lmaslik. To'rtinchisi aroq yoki ko'ngil ichish dorilarini qalaymaqon iste'mol qilish. Beshinchisi rak, sakta, ost xarakterlik og'riq yoki yurak kasalliklarini o'z ichiga olgan ig'ir yoki ost xarakterlik kasalliklar. İnsanlar bu xildagi kasalliklarga giribtor bo'lgan vaqtida bu kasalliklar sababidan kelib chiqqan ba'zi andishalar insonlarningki shu tushkunlikni keltirib chiqarishi mumkin. Oltinchisi ba'zi dorilarning aks ta'siri. Masalan, uxlash dorisi, tinchlandirish dorisi. Bu dorilarni uzun muddat qalaymaqon ishlatgan vaqtidami insonlarda ro'y kayfiyatiga ta'sir qilib, insonlarda ro'y tushkunlikni paydo qilishi mumkin. Yettinchisi boshqalar tarafidan org'a ilinmaslik, yaklanish va kamsitilish. Sakkizinchisi oiladagi zo'ravonlik va e'tiborga ilinmaslik. To'qqizinchisi boshqalar tarafidan bo'zaq qilinish, haqoratlanish va xo'rlanish. O'ninchisi ishsizlik, xizmat va tijoratdagi mag'lubiyatlar. Bular hozir qadar shu insonlarningki tushkunlashish kasaliga giribtor bo'lishningki sabablari deb qaralgan sabablar. Albatta u sabablar yolg'iz bular bilan cheklanmasligi mumkin. Konkret insonlarda o'xshamagan sabablar bo'lishi mumkin. Qisqasi insonlar shu jamiyatda yuqorqidek har xil sabab har xil shu hodisalarga duch kelgan vaqtida uningga qandoq yuzlanish va yoki uni qandoq bir taraf qilishda o'zininki iqtidor yoki xarakterda o'xshamasliklar bo'lganligi uchun ba'zi insonlarda shu yuzlangan masalalarni yaxshi bir taraf qilolmaslikdan tushkunlashish paydo bo'lishi mumkin. Undaqda biz o'zimizniki shu tushkunlashish yoki xomushlik kasaliga giribtor bo'lganligimizga qandoq baho beramiz? Men tövəndə sizlar ko'rayotganinglardek bu haqda bir jadval tuzib chiqdim. Bu jadvalda jami 9 savol bo'lib, uningga berilgan nomerlarga asosan biz shu o'zimizda xomushlik kasali yoki tushkunlashish kasaliga giribtor bor yo'qligiga baho bera olamiz. Bu 9 savolninki birinchisi hech ishga qiziqmaslik, ikkinchisi ko'ngli yerim bo'lish, qayg'urish, umidsizlik, uchinchisi uxlayolmaslik, to'rtinchisi horg'inlik, mag'dursiz his qilish, beshinchisi ishta qalaymaqonlashish, ig'irligi o'zgarish, oltinchisi o'zini yaramaz va gunohkor hisoblash, yettinchisi diqqatini, zehnini yig'olmaslik, sakkizinchisi harakat va inkas oslab ketish, to'qqizinchisi o'zini o'ltirib olishga urinish yoki o'zini o'ltirib olish istikka bo'lish. Agar shu 9 xil ahvolga nisbatan shu oldimizda o'tib ketgan 2 hafta ichida shu 9 xil ahvolning hech qaysisi bo'lmasa, biz uningga 0 nomer beramiz. Agar ba'zi ahvollarda bo'lsa, shu 9 xil ahvol uningga 1 nomer beramiz. Agar shu o'tib ketgan 2 hafta ichida bu 9 xil ahvol yerim vaqtda, yerimdan ortiq vaqtda bo'lsa, uningga 2 nomer beramiz. Agar bu 9 xil ahvol har kuni degidek yuz berib turgan bo'lsa, uningga 3 nomer beramiz. Anından keyin bu 9 xil savolga berilgan nomerlarni o'zaro qo'shish orqali bizda bu tushkunlashish yoki xomushlik kasalininki bor yo'qligi yoki uningki darajasining qandoqligiga baho berishga bo'ldi. Men tövəndə bu haqda to'xtalmoqchi.
Yani yuqorida deb o'tgan 9 xil ahvolga berilgan nomer, ya'ni o'tib ketgan 2 haftadagi bu 9 xil ahvolningki sodir bo'lish ahvoliga qarab berilgan nomer 4 dan kichik bo'lsa, u vaqtida biz ro'y tushkunlikka giribdor bo'lmagan bo'lamiz, ya'ni ro'yimiz sog'lom bo'lgan bo'ldi. Agar u 9 savolga berilgan nomer 5 bilan 9 ning orasida bo'lsa, yengil darajadagi ro'y tushkunlik yoki xomushlik kasalligiga giribdor bo'lgan bo'lamiz. Agar u 9 savolga berilgan nomer 10 bilan 14 ning orasida bo'lsa, o'tiral darajadagi ro'y tushkunlik yoki xomushlik kasalligiga giribdor bo'lgan bo'lamiz. Agar u 9 savolga berilgan nomer 15 bilan 19 ning orasida bo'lsa, u vaqtida o'ttira ig'ir darajadagi ro'y tushkunlik yoki xomushlik kasalligiga giribdor bo'lgan bo'lamiz. Agar u 9 savolga berilgan nomer 20 dan 27 orasida bo'lsa, ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida o'tib ketgan 2 hafta ichida shu 9 xil ahvolning hammasi digidek har kuni ko'rilgan bo'lsa va yoki ularning hammasiga biz 3 nomer bergan bo'lsak, u vaqtida biz ig'ir darajada ro'yi tushkunlashish yoki xomushlik kasalligiga giribdor bo'lgan bo'lamiz. Bu bugungi bu leksiyaniki asosliq maqsadimi shu qarindoshlarga ro'y tushkunlik yoki xomushlikda bo'ladigan kasal alomatlarini so'zlash orqali ularningki o'zimizda qanchalik ta'siri borligini, ya'ni o'zimizdagi shu ro'y kayfiyatninki shu ro'y tushkunlik yoki xomushlik kasali darajasiga yetib bormaganligi, agar yetib borgan bo'lsa, uning darajasining qandayligiga baho berish dan iborat. Ya'ni biz bu savod orqali o'zimizdagi ahvoliga baho bergan vaqtimizda, ya'ni to'g'ri baho bergan vaqtimizda, anandan keyin biz uningga to'g'ri yuzlanishimiz va shuningga tushliq ba'zi tadbirlarni ilib o'zimizningki ro'y tushkunligidagi masalalarni hal qilishimiz mumkin. Bu bugungi leksiyaningki asosliq maqsadi. Bugun so'zlamoqchi bo'lgan shu ro'y tushkunlik yoki xomushlik to'g'risidagi bu leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Agarda qarindoshlarning bu haqda savollari bo'lsa, menga ayrim yo'llasanglar bo'ldi. Hammanglarningki anglaganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Kelaqtim ko'rishayli.